Shahboz aka, oyimni sog'indim, ko'rib kelsam bo'ladimi? Onang bir devor qo'yishni bir soat bo'lib chiqib kelganingga. Nima bo'ldi, hamma joyim suv qilding. Pul bering, oyimnikiga boraman. Berak. Ana onang uylar, bor kir. Pul kerak menga. Haqa. Keling, oyimlarnikidan olib chiqqandim, shuni berib keling. Borish shart emas. Ha, kuyov, tinchlikmi? Qalay asosan chirak deydi, nima ber? Nima uvulyapsan yana? Oyimnikiga borishga qo'ymayapsiz. Uvullama, ko'p hozir onang eshitsa uribdi deb o'ylaydi. Og'zing Men seni ko'ryapman. Qarab tursanmi? Zabortaga yashaysizmi? Uyingizga borib o'tirgani yo'q-da, eshitmaydi-ku. Onamlar uylarini remont qilibdilar. Uy ko'rgani biron narsa olib boraylik. Nima olib boramiz? Men bilaman, nima olib borish kerak? Hayotim ishonch do'konlarida. Ish tutsa sirad hayotim deydi bu. Siz oldin eshiting, ishonch do'konlarida Bryussa brendining gazprita hamda sovutgichlarni 20% chegirma yoki 25% bonus bilan xarid qilishingiz mumkin. Yo'q-e? Hayır brendining barcha turdagi texnikalar 20% chegirma yoki 25% bonus bilan. Ideal brendining barcha turdagi texnikalarni 15% chegirma yoki 20% bonus yoki 6 oyga hech qanaqa ustamalarsiz, hech qanaqa boshlang'ich to'lovlarsiz xarid qilishingiz mumkin. Bo'ldi, shuni olamiz, zo'r ekan shu. Menga qara, mana bu nima chala yurgansan yoqasini. Voy, uyda gaplashamiz shuni. Uyda gaplashsak, onang chiqib qilak surazi.